Assalomu alaykum hammaga. Mana Inamarka kelib qoldi. Motor 1.6. Xo'sh, karburator. Zavod xizmat bitta metkasini qo'yib yuborish kerak. Nissan zapchastga sotiladi. Mana. Seli turishi 4 million so'm. Kami bor. 5 talik korobka ideal dedi. Mana salon kuzov. Endi Inamarka biza so'ymaganmiz-ku. Jam tushunmaymiz. Korobka 5 talikda zo'r edi. Kuzovi ham qandoq. Bez dokument bu. Dokumenti yo'q, gazi yo'q, reduktorlari bor. Xo'sh. Adashmasam Nexia'ga o'xshagan. Korobkalari zo'r, motor qilingan dedi, faqat metkani qo'yib yuborish kerak edi. Bu ham so'yiladi. Xohlasanglar turishiga sotiladi. 4 million kami bor. Motorlar ham sotilaveradi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.